O Sercar yaxshimisan aka? Ben sog'lashmi? Shukur rahmat, qalay so'zingiz? Rahmat. Akbar aka, sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Aha. Aziz bor, bilasiz. 80 gacha mana qoldi. Bilaman. Bir amallar shuni uylantirib qo'yish kerak. O'zim aytmadim, qisini o'tdim. Ha, aytmoqqa qisinayapsan. Oo. Bo'ldi. Atis uydami? Uyda o. Bo'ldi, bajaramiz uka. O hech o'rin emas. O aytamiz. Gap yo'q. Yaxshi, baraman, hozir baraman. Bor, yaxshi. Rahmat. Assalomu alaykum Atis, yaxshimisiz? Den sog'liqlar yaxshimi? Charchamasdan. Uyda ekansiz-ku? Okey bolam, yaxshimisan? Chaqqanmisan, salomat enalaring? Barakalloh, xush kelibsan. Shu kelganimning sababi bolalaringiz iltimos etdi. Shu Atisni uylantirib qo'yiq, yolg'izlik yezib berdi Atisni deb. Shuga qandindan gapirsak ekan deb o'tirmiz. Endi men yaramayman, o bolam. Yaramasangiz, yaramazan ayttirib qo'yarsiz. Yaxshi niyat etgan ekansizlar. Ama endi nima deymiz? Kasalindan abra qo'ying, kasalindan. Kasalin necha chaqsiz? Avvalgi xotiningsam kasallanib o'lib ketdi axir. Endi avvalgi xotindan qolgan darilar uval bo'lmasin, zaya bo'lmasin deyman.